Sizlar bilan men Steve Minecraft. Bugun video davomida sizlar bilan tashqariga chiqamiz. To'g'risi aytsam, men tashqariga chiqib bir bezorlik qilmoqchiman. Buni jetellar ko'rmaydi deb umid qilaman. Mana bu narvonchalardan kechqurun chiqib tashqariga bir qo'shni uyini derazalarini sindiraman. Va asta uyga qarab qochaman. Bolla, kechqurun kutish kerak. Hop. Tushib ketamiz bo'ldi. Yaxshiyamki menda eshikimiz bor. Beshik temir eshik. Hop, eshikni ochdik, hoppa kirdik. Saqol yopilib qo'ysak. Kirdik. Yopildi. Hop, bo'ldi. Tezroq tushsaydi. Hop. Chiq tepaga. Mana bu qo'shnining uyiga kirmoqchiman-da, yog'dasini. Mana shu chumoni uyini emas, mana shu uydan tushib, ana bu uyga boraman kechqurun. Hozir bo'lsa nima qiladi? Jetilarga ko'rinmasdan boramiz hozir bolalar. Eng qizig'i hozir jetilardan ko'rinmasdan borish kerak. Hop, bo'ldi. Jim turamiz. Qani, ketdik. Oy, chiqdi. O'z, davay. Telefonim. Tushdi, pastga qarab tush. Hop. Mana avvalgi videoda ancha uyda sindirganman derazalarni. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerga chiqadigan yo'l qilib qo'ygan o'zimcha. Asta boramiz, ana bu yerda odam golini yo'q, shunaqalar bo'lishi mumkin. Bu yerga kechqurun yurishda iloji yo'q. Chunki zombilar paydo bo'ladi. Zombilardan esa qo'rqish kerak. Degandim, o'zim bassengami, suvgam tushib ketdim. Plus. Nima qilaman endi, bolalar? Qani endi chiqdi. Hoppa. Boramiz, kirdik. Bo'ldi, chiqdik xullas tepaga. Hoppa. Hammamiz eshitaveraymi? Men yo'qman. Mana shu uyda yo'qotmoqchiman deb. Qo'yali bor ekan, xullas ba'dan ketish kerak. Mana bolalar, sizlar eshitmay ko'rmadinglar, men eshitmay ko'rmadim.